Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 5-sentabr kuni maxsus bayonot e'lon qilib, keyingi bir qancha haftadan buyon tegi-tekda noma'lum bo'lgan ba'zi qarang kuchlarning Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlariga, xizmatchi xodimlarga va ba'zi akademiklarga planliq tashkillik va maqsadli qartib kelayotgan tahdid silish, töhmat qilish va qarlash harakatini qattiq ayblaydiganligini, bu qarang kuchlarning tub maqsadining Dunyo Uyg'ur qurultiyining obrazini xunuklashtirish, qurultay rahbarlarini tahdid bilan singdirish, Uyg'ur milliy harakatining xalqarалық taraqqiyot qadamini paltalash ekanligini. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu xil tahdid va töhmatlarga aslo tiz bukmaydiganligini va qurultay rahbarlariga qartilgan bu xil tahdidlarga qarshi jiddiy harakatga o'tganligini bildirdi. Qurultayning bayonotida ko'rsatilishicha, keyingi bir qancha haftadan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyining muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram, qurultayning muavin raisi va 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash, qurultayning xalqaro ishlar direktori va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, qurultay markaziy ishxonasining sekretari va qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun, qurultay uchur axborot markazining muavin mudiri va qurultay televiziyasining mas'ul direktori Iftixor Abdurashid, qurultay ishki ishlar komitetining muavin mudiri Akbar Tursun qatorliq bir qism rahbarlar teg-tekda noma'lum bo'lgan va ijtimoiy taratqularda saxta hisob echib olgan bir o'chim qarang kuchlarning planliq va tashkillik holda ilib borgan tahdid, qaralash va töhmatlarga uchirgan. Qurultay rahbarlarining shaxsiy turmush haqida saxta hikoya va afsonalarni to'qib chiqib, yozma ham videolik shaklda turli ijtimoiy taratqularda keng doirada tarqatishga boshlagan. Yana ba'zi badbaxtlar saxt ism va saxt hisobotlar bilan bir qism akademiklarga qurultay nomidan tahdid xat yo'llashga boshlagan. Yana qurultayning ma'lum bir rahbarining xat sandiqiga gumonliq posilka tashlangan. Yana ba'zi qurultay rahbarlariga Dolqin Ayso apandimning shaxsiy uchurlarini talab qilib tahdid va shantaj maktublari yo'llangan. Qurultayning bu vaqtdagi bayonotida mustabid Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon yolg'on paketlarni o'ydirib chiqib, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarga qarshi qaralash harakatini izchil davomlashtirib kelganligi va bu orqali ularning ovozini bo'g'ishga urinib kelganligi. Şoň xalqymyzyň bu jihatda alayda huşyar bolup, Xitayning va ba'zi yomon niyatli qarang kuchlarning suiiste'mol qilishidan saqlanishi lozimligi alayda ta'kidlandi. Dolqin Ayso apandim qurultay raisligidan vaqtliq istifa berib, uning yeriga qurultayning muavin raisi Dr. Erkin Akram apandim muvaqqat rais bo'lgandan keyin ba'zi qarang kuchlar ijtimoiy taratqulardagi saxta hisoblar orqali Dr. Erkin Akram apandimga qarshi keng ko'lamda qaralash va töhmat harakati boshlagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Ayso apandim 5-sentabr kuni Myanxun shahrida davom qilayotgan 18-navbatlik xalqaro film festivalining tarkibiy qismi bo'lgan Tayvan film kechiligi faoliyatiga alayda taklif bilan qatnashish jarayonida Tayvanning muavin qatnash ministri Ku Xianlin apandim bilan ayrim ko'rishib suhbat elib bordi va uningga Kommunist Xitoy hokimiyatining BDT kishilik huquq oliy komissarligining tavsiyalariga va xalqaro jamoatchilikning shuncha kuchli noroziliklariga pisand qilmasdan Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini hozirmi ham shiddat bilan davom qildirayotganligini amaliy misollar bilan sharhlab o'tdi. Dolqin Ayso apandim suhbat jarayonida yana Tayvan parlamentining Kommunist Xitoy hokimiyatining shuncha kuchli besim va tahdidlarga pisand qilmay, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib, maxsus qaror ma'qullaganligiga, shundaqla Tayvan hukumatining Dolqin Ayso va Umar Qanot apandilarning Tayvanga kirish cheklamasini amaldan qoldirganligiga takror minnatdorlik bildirdi. Tayvanning Myanxun shahridagi konsulxonasining o'rinlashtirishida o'tkazilgan bu qatimqi Tayvan film kechiligiga Germaniya, Bavariya shtatlik hukumat va parlamentning mas'ullari, bir qism ellarning diplomatlari, tonilgan yozuvchi va san'atkorlardan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. 1989-yil yuz bergan 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligi va ayni chog'dagi Xitoy demokratik harakati orqa ko'rinish qilingan filmlar ko'rsatilgan Tayvan kechiligi faoliyati jarayonida Dolqin Ayso apandim yana ba'zi muhim arboblar bilan ayrim ko'rishib, Uyg'ur masalasi haqida suhbat elib berish imkoniyatiga erishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi uzundan buyon Tayvanning Germaniyadagi diplomatlari bilan yaqin do'stlik va hamkorlik munosabatini yo'l qo'yib kelmoqda. Bu yil 5-oyda Myanxun shahrida o'tkazilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining 20 yilligini xotirlash marosimiga Tayvanning Berlindagi bosh elchixonasining amaldorlari va Myanxun bosh konsuli bevosita kelib qatnashib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ochiqcha ifoda qilgan edi. Yaqin yillarda chet el şirketlari va tadqiqotchilarining Xitoy bilan hamkorlashib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar ustidan klinikalik sinoq, to'qilim hujayrasi va DNA tadqiqot elib berishi chet ellardagi Uyg'ur olimlarining qattiq g'azabini va noroziligini qo'zg'amoqda.
Dünya biologiya sohasida tanilgan Uyg'ur olimlarining biri bo'lgan Amerikadagi Massachusetts Texnologiya instituti qo'l hujjari tajribaxonasining direktori professor doktor Maysam Mutalipova xonim bu haqda Erkin Asiyo radiosi qilgan so'zida Sharq Turkistonda hech qanday bir Uyg'urning DNA avrishkisi yoki qon ulgisi berishni rad qilish erkinligi bo'lmagan bugungi siyosat vaziyat ostida yana Sharq Turkistonning Xitoy bilan chet elning kelinkilik sinoq, to'qilma hujayrasi, DNA tadqiqot hamkorlik turlarini ilib berishning tayyor sinoq bazasiga aylanib qolishining ilmiy axloqqa asla uyg'un kelmaydiganligini navbatda xalqarалық dаңlıq jurnallarda e'lon qilingan Uyg'urlarning DNA tadqiqotiga munosabatlik 90 ilmiy maqol haqida ilmiy axloq amal qilinmaganligini dalillash uchun tekshirish ilib berilishining to'liq zarur ekanligini bildirdi. Yaqında Amerikaning bir qancha palata a'zosi ba'zi Amerika dori shirkatlarining Xitoy bilan hamkorlashib Sharq Turkistonda ilib borgan kelinkilik sinoqlarini tekshirishni talab qilishdan keyin Avstraliya tadqiqotchilarining Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'urlarning to'qilma hujayrasi va DNAsi ustidan tadqiqot ilib borganligi 10 yildan beri davomlashib kelayotgan bu tadqiqot turlarining Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblangandan keyin davomlashganligi ma'lum bo'lgan edi. Qozog'istonning Sharq Turkistonga qo'shni bo'lgan Uyg'ur yezida dehqon oilasida dunyoga kelgan professor doktor Maysam Mutalipova xonim bir mahal dunyoda zo'r ta'sir qo'zg'agan hayvon kopilash tadqiqot turiga qatnashgan vatansuyar olimlarimizning biri bo'lib, Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi dunyoga oshkorlangandan keyin Boston Uyg'ur jamiyatini qurib chiqib, turli shakldagi norozilik faoliyatlarini uyushtirish orqali Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyat qarshi jinoyatlarini fosh qilib kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.